Ayni vaqtda biz Dubaydamiz va O'zbekiston terma jamoasini bir paytlar yondirgan va o'zining chiroyli gollari bilan, driblinglar bilan barchani hayrat osmoniga yetaklagan ajoyib futbolchi Sardor Rashidov bilan kichikgina intervyu qilamiz. Assalomu alaykum Sardor aka. Assalomu alaykum. Xo'p, xush kelibsizlar. Birin-ketin savollarga o'tib ketaveramiz. Birinchi savolimiz, ya'ni savol emas, bu O'zbekiston Birlashgan Arab Amirliklari o'yini va umuman terma jamoamiz imkoniyatlari haqida ozgina to'xtalib o'tsangiz. Hozir bizani Birlashgan Arab bilan juda qiyin o'yin kutib turibdi. Bu endi qiyin o'yin deganda o'yin emas, ob-havo juda hozir namgarchilik, issiq, top darajada ba'da. O'ylashimcha bizanikilar Baga qarshi ajoyib o'yin ko'rsatishadi. Chunki men o'ylayman, ob-havo xalaqit qilmaydi va xalaqit qiladi degan bahona ham bo'lish kerak emas. Chunki jahon chempionati turibdi oldimizda. Juda yaxshi imkoniyat bu. Men o'ylashimcha bani mag'lub etamiz. Tushunarli aka. Birlashgan Arab Amirliklarida bo'layotgan voqealarga qanday munosabat bildirasiz? Men to'xtalib o'tishim shart emas, o'zingiz nimalar bo'layotganini bilib turibsiz. O'sha muxlislar nimasi bo'yicha? Birinchi navbatda o'sha Abu Dabiga, Sharjaga kiritmaslik holatlari, yana o'sha stadionga taqiqlar, misol uchun Birlashgan Arab Amirliklarida mehnat ID'si bo'lgan, o'sha o'qish ID'si bo'lganlar avvallari bilet sotib olishiga imkoniyat bo'lgan, bemalol. Hozir esa aynan mana shu O'zbekistonda o'yin uchun o'sha ID'si bo'la turib ham bilet sotib olishamayapti va bu yaqindagina chiqqan qonunda. Bekor qilib yuborishyapti ularni sotib olgan biletlarni ham yaqinda sotib olishgan, avvalga bo'lmagan. Endi bekor qilib yuborishdi. Endi bu narsani birinchidan o'sha aeroportda qolib ketadigan jurnalist muxlislar anaqasida gapirsam, bu narsa nimaga bo'layapti? Bu futbol uchun emas bu narsa, ushlab qolishi Abu Dabida yo Sharjada. Chunki Abu Dabi va Sharjani tekshiruv ularda kuchli Dubayga qaraganda. Keladiganlarga men maslahat beraman, Dubay kelishning, Dubayda muammo yo'q. Endi Abu Dabi Sharjada ushlab qolishining sababi ko'p noto'g'ri ishlar bo'ldi. Xabarida bo'lsa 2 marta. O'shaning uchun bular Abu Dabi va Sharjani qonuniga ko'ra juda qattiq tekshiradi. Bilet masalasiga kelsak, bular biletni nimaga chiqarishgandi? Sotuvga. Qarashsa, o'zi bu biletni faqat O'zbeklar olyapti. Chunki agar O'zbeklar hamma bilet olib qo'ysa, ba xuddiki mehmonda o'ynagandek bo'lib qoladi. Bizning O'zbeklar ancha bularnikidan yaxshiroq va ko'proqda. O'shaning uchun bular qaradiki, o'zbek muxlislari yog'ilib kelgani uchun bular FIFAning qonunini olishdi. O'sha 7% mehmon jamoaga stadiondan joy ajratilish. Shunaqa qonun bor ekan, men ham eshitdim. O'shani bilan ushlashdi. Men o'ylashimcha ertaga o'yinda o'sha o'zbeklarga qoldirgan bilet to'ladi, joylar va bu bani muxlislari menimcha ko'p joylari bo'sh qoladi. Chunki bu havoda men o'ylashimcha arablar kirmaydi o'yinga. Meni o'ylashim bo'yicha endi bilmadim, balkim meni taxminim bo'yicha kirmaydi. Shuni hisobga olib Emirat o'sha muxlislarimizni biletlarini atmin qilib, o'sha 7% ni qoldirdiki, nimaga? Xuddi o'zini uyida o'ynagandek bo'lsa, mehmonda emas. Agar bu narsani ochib qo'yganda, men o'ylashimcha 90% o'zbeklar biletni olib kirishardi, stadionni to'ldirishardi. Bular shuning uchun ham kichkina stadionni, 12 mingli stadionni tanlashdi. Vaholanki bundan katta stadionlari borda, 40 ming, 50 mingli stadionlar bor. O'sha biz Real Madrid bilan 2017-yil o'ynaganimizda o'sha 40 ming, 50 mingli stadion juda katta va juda zo'r stadion. Men ham hayron bo'ldim o'sha stadionga qo'yishmaganiga. Agar qo'yishganda, bitta o'zbeklar to'ldiradi. Endi bu narsa, hamma narsa bu bani g'alaba qozonish uchun o'zini jamoasi, o'shaning uchun shunaqa ishlar bo'lyapti. O'zbekiston terma jamoasini Temur Kapadze qanchalik o'zgartira oldi hisoblaysiz? Ya'ni kontrast, oldingi terma jamoa bilan hozirgi terma jamoaning farqlari bilinadi. Agar o'sha terma jamoa yaxshiroq bo'lsa, ularni o'sha afzal tomonlarini yoki hozirgisi yaxshi bo'lsa, hozirgisini afzal tomonlari. Yo'q, endi men hozirgi terma jamoa bilan Temur Kapadzedagi terma jamoa bilan Katansiya terma jamoasini solishtirishda men hech qanaqa solishtirish ko'rmayman, chunki Temur aka endi keldi terma jamoaga va hali o'zgarish qilmadi. Bitta o'zgarish Islom Xo'jayevni o'sha yordamga chaqirgandek bo'lib chaqirdi.
o'zgarish shuni ko'rdim man, chunki Temur aka o'sha katanista sistemasi bo'yicha menimcha olib borayotgan bo'lishi mumkin. Men endi terma jamoa ichida emasman, bilmayman. Tashqaridan ko'ringanda menga shunaqa ko'rinyapti. Menimcha agar xudo xohlasa jahon chempionatiga chiqsak, keyin Temur akani o'zini falsafasi, o'zini tarkibi, o'zini sistemasi bo'yicha ketadi deb o'ylayman. Men hozircha ko'rmadim katta Menda shunaqa savol borki, misol uchun Eronga qarshi biz o'zimiz uyimizda juda ham yopiq o'ynadik-da, lekin Eronga borib turib ochiq o'ynadik. Eronga borib turib. Chunki Hujumkorlik oshdi deb hisoblaymiz. hujumkorlik o'sha payt oshgani sababi yutsak, biz Eronni o'sha o'zida jahon chempionatini hal qilishimiz mumkin. Bu yerda qo'rqadigan joyimiz yo'q edi. Agar yutqizib qo'ysak ham bizda hali Emirat bilan Qatar bor edi. O'shaning uchun hujum qilishda Temur aka ham shunaqa o'yin taktikasi, himoya emas, ataka. Eron bilan shuni sinab ko'rdi Temur aka. Men o'ylashimcha endi bunaqada bizda yaxshi bo'ldi. Sizningcha Baga qarshi ikkinchi raqamli jamoa bo'lib o'ynaganimiz yaxshimi yoki hujumkorlikka urg'u berishimiz kerak? Endi hozirgi bu havoda, ob-havoda hujumkorlik qilsak ham bo'ladi, himoya qilsak ham bo'ladi. Hujumkorlikda charchab qolishimiz mumkin bu havoda. Endi o'yin o'sha paytdagi nimaga ahvolga qaraladi, qanaqa situatsiyaga qaraladi, nima ma'qul bo'lsa, o'shani Temur aka bolalarga singdiradi deb o'ylayman. Yo, siz ba'zi futbolchilarni bu yoqda hujum qilgan atmosferasini bilasiz. Hujum qilganimiz yaxshiroq. Issiq havoda keyin orqaga qaytishimiz qiyin bo'ladi. Bu havoda juda qiyin hozir, juda qattiq namgarchilik. Shuning uchun agar meni nimam bo'lsa, hujum qilib boshida urib olib, keyin o'sha shotni ushlaganimiz ma'qul deb o'ylayman. Keyin kontratakaga o'tib Tasavvurni ishga soling, hozirgi terma jamoaga avvalgi terma jamoamizdan faqatgina bitta futbolchini olib kelish kerak va o'sha futbolchi terma jamoamizni hozirgi muammolarini yopib boradi. O'sha futbolchi kim bo'lgan bo'lardi? Avvalgi deganimda balki Shaskixlar davridagi yoki o'sha 2015-yilmi, o'sha Osiyo Kubogi davridagi xohlaganingizcha. Bitta o'yinchini olib kelsak, olib kelamiz, hozirgi tarkibga shundoq qolib tegishadi, o'sha terma jamoani kuchaytirib boradi. O'zimda. Demak, bu o'zingiz. Ha, o'zim. Albatta. Birinchi navbatda O'zbekiston terma jamoasini o'sha o'yinda bo'ladigan taxminiy tarkibini tuzib ko'ramiz. Sizning versiyangizga ko'ra. Kimlar bo'lishi kerak o'sha o'yinda? Ertangi o'yinda. Ha, ertangi o'yinda. Darvozada Yusupov, markaziy himoyachilar. markaziy himoyada Trio o'sha. Aliqulov, Abduqodir, Ashurmatov, trio bo'ldi. Va qanot himoyachilar. Sayfiyev, Alijonov, Himoya Hamrabekov, Shukurov, menimcha Abbos, Eldor, Jalol. Oston O'runov. Oston O'runov men o'ylayman jarohatdan endi chiqdi. Menimcha uni bu havoda fizika deydi, o'shanisi yetmashi mumkin, lekin 20 minut, yarim soatga u o'ynab beradi. Bu hamma charchaganda Emiratda o'zi shu narsa bizni ikkilantirayotganda, Abbosbek Fayzulayev ham zo'r formada, Oston O'runov ham oxirgi o'yinda gollar uryapti. O'sha qanotda demak sizning tanlovingiz Abbosbek Fayzulayev bo'ladi menimcha. Ha, Abbos menimcha. Abbos Fayzulayev bo'ladi deb o'ylayman. Endi Oston O'runovni shu aytdim jarohatdan qaytgan, lekin Oston O'runovni ham qo'ysa, u ham o'ynab beradi. Tasavvur qiling, uchrashuv ertaga Indinga bo'ladigan O'zbekiston ba o'yinida 90+6-daqiqa va O'zbekiston penalti tepadi va mana shu penalti bizni jahon chempionatiga chiqishimizni hal qiladigan penalti. Siz penaltini kimga bergan bo'lardingiz hozirgi tarkibda? Sovuqqon bo'la kerak-da bu narsaga, chunki bu katta jasorat bo'ladi. Menimcha Abbosga berardim. Abbosbek Fayzulayev yana. Lekin tepmagan shu paytgacha asosiy o'yinlarda yoki Shukurov tepadi yoki Masharif yoki Shomurodov. Demak siz Abbosga berardim, chunki Masharifga ham berardim. Masharif shu anaqa odati bor, parenka qilib qo'yishi mumkin. U ham endi sovuqqon. Men endi sovuqqon deganimda shu burchakroqqa tepishga menimcha Abbosga berardim. Jalolga ham berardim, Jalol lekin hammani yuragini ushlatardi, parenka qilib.
sizga sifatlarni aytamiz. Shu sifatlarga futbolchilarni moslab berishingiz kerak. Istalgan davrdagi O'zbekiston terma jamoasi futbolchilarini. Tushunarli? Xo'p, kuch, Az Haydar. zarba. O'zimda. Oddiy. Boshqa variant yo'q. Dribling, Abbos. tezlik, Akapyans. IQ, Jamshid Iskandar. pas, Jamshid Iskandar. liderlik xususiyatlar. Odil Akahli. Siz uchun eng mukammal futbolchi. Aynan o'zbek futbolchilari. Shu- Sizda har doim bitta variant bo'ladi. Har doim qiynalganingizda Sardor Rashidovni yuborishingiz mumkin. Yo. Bunga o'zim qo'ya olmayman yo. Tanlasam Odil Ahmedovda. Va aynan nimaga? Odil aka. Endi Odil akada o'sha hamma narsa bor-da. Liderlik ham bor, skromnilik ham bor. Chiqasi o'yinchiga, misol uchun o'sha yosh bo'lib o'ynaganmiz Odil aka bilan, shu terma jamoada ham birinchi kelganmizda. Yoshlargandan qo'pol ham gapirmaydi, misol uchun. Endi qo'pol gapirgan stariklarni ko'rganmiz yosh katta. Odil aka har tomonlama Odil aka. Oxirgi challenjimiz biz siz o'ynagan paytdagi yoki kam bo'lsa ham o'ynashga ulgurgan futbolchilaringiz va hozirgi terma jamoani ayrim liderlarini solishtiramiz, tanlashingiz kerak. Nesterov yoki O'tkir Yusupov. Endi O'tkir Yusupni o'ziga aytsangiz ham Nesterov deydi, Nesterov deydi. Hop, Vitaliy Denisov yoki Sayfiyev. Sayfiyev. U Sayfiyev men ham o'g'aynim-ku. Hojiakbar Alijonov yoki Akmal Shorahmetov. Hojiakbar. Abduqodir Husanov yoki Anzur Ismoilov. Abduqodir. Odil Ahmedov yoki Odil Qamrabek. Odil Ahmedov. Server Jeparov yoki Otabek Shukurov. Otabek Shukurov. Eldor Shomurodov yoki Ulug'bek Boqayev. Eldor Shomurodov. Abbosbek Fayzullayev yoki Sardor Rashidov. O'zim, Mirjalol Qosimov yoki Timur Kapadze. Timur Kapadze.